Tristar brendi ostida ishlab chiqariladigan shina. All Season Power model. Belgiyaning brendi hisoblanadi aslida. O'shaning uchun marka Yevrosoyuzi bayrog'i qo'yilgan. Yevropa standartlariga javob bera oladi. Undan tashqari o'zining maxsus QR kodi bor. Shu shinani zavodi, ishlab chiqarish jarayoni hammasini batafsil ma'lumot olsa ham bo'ladi bemalol. Mana o'zining maxsus QR kodi bor. Balonning yon tarafdan ko'rinishi. Tristar. Mana balon C sezonli hisoblanadi. Katta faslga ushli mo'ljallangan balon. O'ziga yarasha maxsus dizayn berilgan, odatiy qilib, chiroyli qilib. Bu ko'pchilik balonlarda yo'q bu narsa. Treadwear 320. Traction A seriyada ketyapti, temperatura ham A. Temperatura bu issiqda balonning yedirilishi. Traction balonni tormozga aloqador narsa. Ikkala ham A seriya. Undan tashqari balon C sezonda ham +S. Alohida maxsus qornachok qo'yilgan. Qishda ham yaxshi yuradi, o'zini zo'r ushlaydi. Balonimizning protektori juda chiroyli. Akvapoyasi zo'r, mana kanallar to'liq ochiq, suv kesishi yaxshi bu. Ertaga yog'ingarchilikda maza qilib miniladigan balon. Yumshoqligi zo'r. Mana bitta qo'lda bosatma. Komfortligi juda zo'r.